Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa mana 2026-yil 15-mart holatidagi xomushlarimiz chiqish ishlari ketyapti. Bu tarafda mana Xudo xolasa unumdor sariq to'pona chiqyapti. Boradi, Tegemonga tushadi. Ularni bizardiliklardan o'tadi. Karinam qo'shilganmiz bu yilda. Zapasdan ham yo'llarni ko'rsatib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, xudo xolasa mana bolamiz yo'ldan o'tib, mana yo'llarimiz qo'shilyapti. Pressga tushadi. Mana pressdan chiqib, mana bunday chaqqon ukalarimiz oddiy turfani shunday g'ish holatiga olib kelib chiqarishadi. Ishlarning sifatlariga alohida e'tibor berib qo'yamiz. Razmerlari 25-12-6 razmerda. Oddiy standart ishi. Apparatdan chiqib, ishlarimiz mana bunday holatda teriladi. Bu ishlarimiz chiqqaniga 2-3 kun bo'lib qoldi, xudo xolasa. Mana 2-3 kunda yana ummonga kiradigan darajada qurib qoladi. Xudo xolasa hozirgi kunda bitta xumdonimiz ishlab turibdi. Keyingi xumdonlarimiz yaqin orada yonadi. Sizlarda xomushni o'zimi deganlarga albatta unday emas, pishgan ishlarimiz ham bor. Pishgan ishlarimiz ham xudo xolasa mana xumdon ichidagi holat, sifatlari a'lo darajada chiqyapti. Ovozlariga alohida baho berib qo'yamiz. O'ta pishiqligi yuqori bo'lgan Bag'dod qishlari. Kimga shunday ishlarimiz kerak bo'lsa, nomerlar pastda qoldiramiz, aloqaga chiqamiz.